Sizni kelishingizni eshitib, yana shashdim-da. Xotinjon, sen unaqa shashma. Ey bola, haddingdan oshma. Sumkang og'ir ekan, ichidagi toshmi? Aha, qofiyani qarang. Mana 3 ta bolamga sovg'a olganman. Shunga sumka tarang. Ye qarang bo'ldi, Rossiyaga qayt. Mana 3 ta bolangni boqyapmiz zarrang. Xo'p, dada, hozir keldim-ku, muncha quvosiz. Shunga xotinni qulog'i biroz gap gapirib oling. Bu yoq tinchlik bo'lsin-da. Yaxshi boring, dadasi. Aytdim ha. Привет, mamichka. O, ana kiysa bo'laykan kitobchika. Qani bular boshidagi shapchika? Shu yerda ishlaydiganlar uylanib, har 2 kunda o'zi urolog, ginekologga borib, 5 yilda ham bolali bo'lolmay yuribdi. Mana Rossiyada ishlaydiganlar 15 yilda 3 marta kelib, 5 ta bolali bo'lib o'tiribdi. Endi ko'rmaganni ko'rgan qursin degan shu bo'lsa kerak-da, dada. Tur qo'yay Rossiyaga endi bu bolalarga uy-joy qilish kerak. Xo'p, dada, bittagina shans bering. Mana xotinim chachini bittagina silay.